Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Mana navbatdagi mashinalarimiz bitib ishga chiqib ketyapti. FAF mashinasi ikkalasi birdaniga, bir kishiniki. Nasib qilsin iloyim. Bizda xizmat. Bort yasab berdik. 28 kuba tepasi shtorkalik. Duga, Kirilo, Zashnik hamma narsasi komplekt. Gabarit chiroqlari bilan Arvangdek aziz metal jamoasi yoqsa bitta like bosib ketaverasizlar. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Labodan tortib katta furagacha shunday bo'tka bort xizmatlarimiz bor. Yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar, manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Ish sifatiga baho berasizlar. Şimdi bitta eshigini ochib yuboramiz, ichini ham olamiz. Navbatdagilari 26 kubali, 28 kubali ikkita tayyor bo'lyapti. Bittasi tepasi yopiq, luki bor. Narigisi shtorkalik. Hammasi komplekt. Yonidagi bitta gabarit chirog'i yonmayapti. Qo'ydik, ana qizib qoldi-da. Mana ishlar. Ichiga panel urib, tepasi shtorkalik, tagi konteyner pom kraska urib berilyapti. Yangilab qilyapti. O'ta chiroyli. Shassi holatda kelgan. Shassi olib bo'tka qilgizadiganlarga jo'natib qo'yasizlar. Ancha arzon ham tushadi, ham nima deydi, o'zini ko'ngildagi kubasi, tepasi shtorkalik, xohlagan razmerda tayyorlab beraveramiz. Bular ham shassi kelgan. Hamma narsasi ichida, ramasiga ozgina qo'shilgan. Bu yerda bolt kelgan bilan qo'shib tortib berganmiz.